hayotni o'zgartiradigan, o'zgartirishi mumkin bo'lgan tizim haqida gapirishamiz. Ya'ni maqsad muhimmi yoki tizim? Tizim o'zi nima? Ko'pchilik muvaffaqiyat uchun faqat katta maqsad yetarli deb o'ylaydi, ammo ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maqsad emas, balki tizim natijani olib keladi. Maqsad ham qo'yish muhimroq, lekin undan ham muhimrog'i bor, maqsadga olib boradigan yo'l. Bu tizim. Maqsad bitta yoziladi va shu bilan qolib ketiladi, o'sha yozilganligi bo'yicha. Lekin tizim bu har kuni shu maqsadingizga 1% bo'lsa ham olib boradigan yo'l. Tizimni aniq qilsak va u tizimdan chiqmasdan barqaror harakat qilsak, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, maqsad qo'yamizmi, yo'qmi, baribir o'sha maqsadga yetib boramiz. Bu nima degani? Misol uchun, bir yilda 12 ta kitob o'qiyman emas, har kuni 10 kitob, 11 dan kitob o'qiyman desangiz ham, bir yilda taxminan 12-13 ta kitobni tugatib qo'yasiz. Bu maqsad qo'ymasangiz ham, har kuni 11 dan kitob o'qisangiz, o'zi bir yilda ancha-muncha kitob o'qib qo'ygan bo'lasiz demoqchiman. Maqsad bu qayerga borishni ko'rsatadi, tizim esa qanday borishni belgilaydi. Psixologiyada bu jarayon process our outcome deb atalar ekan. Maqsad miyada qisqa muddatli motivatsiya uyg'otadi, motivatsiya esa vaqtinchalik va beqaror bo'ladi. Buni o'tgan videolarimizda motivatsiya haqida ko'rib chiqqandik. Motivatsiya esa vaqtinchalik va beqarorligini, tizim esa odatlarga asoslangan, intizomga asoslangan bo'lib, barqaror harakatni ta'minlaydi. Ilmiy jihatdan tizim bazal gangliya orqali avtomatik harakatga aylanadi. Hayotiy misol sifatida 10 kilogramm osish bu maqsad. Misol uchun, har kuni 30 daqiqa yurish va sog'lom ovqatlanish bu tizim. Har kuni qilib yursangiz shuni, hozirgi paytga e'tibor qaratib, har kuni shunchaki 30 daqiqa yurib qo'ysangiz ham, bir yilda juda katta natija beradi bu. Muhimi, muntazamlikni ushlab turish bo'pti. Har kuni 30 daqiqa yurish. Maqsad bo'lib, tizim bo'lmasa natija bo'lmaydi, bu tabiiy. 80% tizim muhim. 20% maqsad desa ham bo'ladi, Pareto qonuniga moslab. Misol uchun, James Clear ham Atom odatlar kitob muallifi shunaqa deydi: siz maqsadingiz darajasiga emas, tizimingiz darajasiga tushasiz. Sportchilar misolida ham buni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, chempion bo'lish maqsad, har kuni mashg'ulot qilish bu tizim. Ular har kuni mashg'ulot qiladi, har kuni erta turadi, har kuni ovqatlanadi. Lekin bardavomlikni ushlaydi. Intizom, eng intizomli deb bu menimcha sportchilar deb eshitganman. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, isbotlaganki, jarayonga e'tibor qaratgan insonlar kamroq stress qiladigan, baribir natija 100% bizning qo'limizda emas. Jarayonni qaysidir ma'noda boshqasi bo'ladi. Har kuni harakatlarimiz bilan harakatlar baribir bizga bog'liq ko'p holatda. Chunki miya natijadan ko'ra nazorat qilinadigan jarayonni yaxshi qabul qiladi. Hayotiy misol sifatida faqat pul topishni xohlagan odam tez charchaydigan, ammo daromad keltiruvchi kundalik ish tizimini qurgan odam o'sadi. Elon Musk ham vaqtini 5 daqiqalik bloklarga bo'lib o'tishini Elon Musk haqida videoyimizda ko'rib o'tgan edik. Bu uning tizimiga tayanishni ko'rsatadi, faqat maqsadiga emas. Yechim sifatida avval kichik, takrorlanuvchi tizimlar qurish kerak. Keyin kattalashtirsangiz bo'ladi, buni o'rganganingizdan keyin. Masalan, har kuni bir sahifa o'qish katta bilimga olib keladi. Maqsad yo'nalish beradi, tizim esa harakatni kafolatlaydi. Ikkalasiga birga bo'lsa, natija muqarrar bo'lish ehtimoli baland. Mashhur iqtisodlardan biri motivatsiyani boshlaydi, intizom esa oxiriga yetkazadi. Bu gap tizimning ustunligini aniq ko'rsatadi. Agar faqat maqsadga yopishilsa, muvaffaqiyatga ruhiy tushkunlik keltiradi, chunki natija bo'lmasligi ham mumkin. Biz xohlagan natija bo'lmasligi mumkin. Tizim bo'lsa, biz xohlasak ham, xohlamasak ham qanaqadir natija bo'ladi, kutuvlarimizdan baribir past bo'ladi. Katta maqsad qo'yib qo'ysa, endi unga erishmasligimiz ehtimoli baribir
bizani qo'limizda emas bo'lgani uchun stressga ham kamroq tushamiz agar jarayonga ko'proq e'tibor qaratsak va avtomatik tarzda o'zi uzoq muddatda bilimlarimiz ham yaxshilanib boraveradi, diqqatimiz ham yaxshilanib boraveradi. Shunchaki kuniga 5-10 bet kitob o'qib qo'ysak, 1 yil davomida, 2 yil davomida har kuni. Agar tizim esa har bir kunni yutqazmasdan oldinga olib boradi. Har kuni yutasiz, har kuni nimadir yutasiz. Shuning uchun eng aqlli strategiya maqsadni aniqlab, tizim qurish shunga mos. Xulosa qilib aytganda, maqsad muhim, lekin hayotda o'zgartiradigan narsa bu tizim. Yana bir mashhur insonlar eshitdim, kimlar eshitganim esimda yo'q. Maqsaddan ko'ra tizim muhimroq deydi baribir. Chunki mana maqsadingiz bo'lsa bo'lmasa, har kuni 10 bet kitob o'qisangiz, baribir 1 yilda qanchadir kitob o'qigan bo'lasiz. Lekin maqsadingiz 10 bet kitob o'qish bo'lsa, misol uchun uni bo'lasiz, 1 oyda 1,5 oyda bitta kitob o'qimasangiz, tashlab qo'yish ehtimolingіз bor. Lekin har kuni 5 bet o'qiysiz, bo'ldi. Siz o'sha bugungi kunni vazifasini bajardingiz, ertaga yana bajarasiz, uzoq muddatda bu katta natija olib keladi tizim.